Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun bize Xivadamiz. Yana Xivadamiz. Yine arkamda durgan Huma to'yxonasini yonida chap taraf gösteramiz operator. Chap tarafda 2 etajli polli pishgan karushdan solinib turgan kotej sotib chiqdi o'rtoqlar. Narxini aytib o'tmaymiz. Sırası so'ydilar uchun kvadratini ham kvadrati 200 kvadratdan ziyod 300 ga yaqin bo'ladi. Uyingizni nomerini qo'yib ketamiz. Telefonlashasiz. Shu holatgacha necha so'm yo bo'lmasa kelishsangiz shu holatgacha olasiz, xohlasangiz bitirib beraman deb uyingizni bitkazgan holatda kelishasizdan shunda bo'lasiz. Orientirimiz Huma to'yxonani menimcha Xiva shahrida hamma biladi. Xiva shahrining sentrine yaqin. Masalan, arka tarafga o'tib ketamiz. Arka tarafdagi yo'limiz Xiva obxatboy. Chapa ketsak, Qo'zg'ayga chiqamiz, Urganch yo'li, chapa ketsak. O'ga ketsak, Xivani to qalasini uzuna boramiz. Vokzalni yo'lidan chiqadi. Hozir esa joyning o'zini sosteniyasini, novladan qurilgani, novla ishlatgani, sifatlarga ishlatdim, hammasini как положенный ertangi kunda ishima javob beradi, kurt tutmagan deb turibdi. Hammasini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pastdagi nomerlar uyiniyasining nomeri, reklama beraman desangizlar, o'ng tarafda ham nomeringiz turibdi. Yana lokatsiyamiz ham o'ng tarafda joylashgan. Lokatsiya telefon tushirsangiz, to'g'ri joyda turgan joyi ko'rsatadi. Hozir esa ketdik, joyni bir qator ko'rsatamiz. Yine aziz yurtdoshlar, ko'rsatib o'tamiz bir qator polli pishgan karushdan qurilgan yana. Yaqinlashib uyini ko'rsatamiz. Polina serdechniklar даже 40-40 kolonnasini ham qo'yib, her 2 metr, 2,5 metrdan kolonna bilan chiqaradi ekanlar. Dum mustahkamat. Yine fundamentini bir e'tibor berishni so'rayman. Markazi javob beradi hamma narsa. Uje videodan ko'rinadi u. Podushkasi bilan yana. Polni 2 etajga moslab, podvali bilan qilib turibdilar ekan. Yine uyni balandligi necha yilqama? 420 ekan, 20 cm pol qo'ysanizda 4 metrlik patolog bo'ladi. Dum bogati Xivada Xivacha uy solar ekanlar. Girdik, chan tarafdan bir yan qurilishini ko'rsatamiz. Yine ko'rib turganlarsizlar, polni pishgan karuch, hech yerinde xom karuch yo'q. Aytganimizdan, bundan burungi reklamamizdan shu odamga joyini so'mkatadik. Har bir narsasini rasmiy bo'lman deb turibdi. Olacak adam ertangi kunda rahmat olib, rahmat aytib yashaydi deb turibdi. Yine ko'ringlar bir yandan. Yine bu yerda zina joyi masalan bogati yatib solinib turibdi ekan. Birini territoriyasi ham shu boshda aytib o'tdik, sal adashibmiz. 150 metr kvadrat ekan. İkisini qo'shib sotib olaman desangizlar, lekin 300 metr bo'ladi. Lekin qurilish asti 150 kvadrat. Yashash asti esa 120 metr kvadrat. Yine ikkinchi etaji birini olaman desangizlar, ishi holatini sotib olsangizlar ham bo'ladi. Kelishib, yine pastda uyning nomeri bor. Ya men qurib bitirib bering desa, nani uzam, shu qurib turgan odam uzam, kotejchi, joychi, quruvchi bitirisha kelishib, uje bo'lib to'lara olsangiz ham bo'ladi. Variantlar ko'p. Bu yerda maktab, bog'cha bormi deb so'raydigancha Xivali yurtdoshlarimiz uchun havo bor. Kartada gösterib o'tamiz. Sal ishorakda, sal uzoqlikcha qo'lim bilan gösteramiz. Huma to'yxonaning oryan tarafida maktab ham bog'cha ham bor. Yong'inasida. Yo'ldan oryan tarafdan yo'lni gösterib o'tdik bir qator. Yo'lning oryan tarafida maktab bog'cha ham bor. Bu yerda hamma maktab bog'cha. Shuning uchun olaman desangizlar, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, narxini uyiniyasini o'zi bilan sodalashinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.